Mustaqil speaking qilish uchun sherik yo'q, writingda esa ustoz yo'q yoki ulgurmaydi. Lexi bu ikki muammoda sizga kerakli yechimni beradi. Darslarda sun'iy intellekt yordami, tajribali ustozlar, ularning barchasi Telegramda 24/7 ishlaydi. IELTSga tayyorlanayotganimizda kuniga bir nechta insho yozardik va ustozimiz hammasini ham tekshirishga ulgurmas edi. Kursning oxiriga kelib, tokchada ko'plab insholarimiz shunchaki qolib ketganini eslayman. Yillar o'tdi, dasturlashga kirdik va yaqinda sun'iy intellekt chiqqanida hali ham o'sha muammo aktualligini ko'rdik va aynan sun'iy intellekt yordamida ushbu muammoga yechim berishni boshladik. Lexi sizning insholaringizga sun'iy intellekt yordamida baho qo'yadi. Nafaqat writing, balki speaking ham mavjud. Misol uchun hozirda ko'pchilik ChatGPT ishlatyapti, lekin ChatGPT aktual savollarni bermaydi va savol berish uchun ham siz unga o'rgatishingiz kerak. Bizning Lexi loyihamizda esa buni hammasi oldindan kiritib jamlab qo'yilgan. Aktual savollar sizdan so'raladi. Nafaqatgina sun'iy intellekt, balki ustozlar ham bizda muhim rol o'ynaydi. Nimaga? Chunki sizning insholaringiz va speaking intervyuingiz haqiqiy inson tomonidan ham ko'rib chiqilib, baho qo'yiladi. O'zbekistonda aynan ustozlar va sun'iy intellektning kuchini bir joyda jamlagan loyiha sifatida biz faoliyatimizni boshladik. Startup hozirda 2000 dan ortiq foydalanuvchiga ega. Lexi loyihasi Startup Garage yordamida $20,000 investitsiya jalb qildi. Agar siz IELTS imtihoniga zamonaviy, qulay, arzon va eng muhimi istalgan joyda, istalgan vaqtda topshirmoqchi bo'lsangiz, Lexi sizga mukammal yechim. Lexi IELTS tayyorgarligida yangi bosqich.